أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Bakara suresi tefsirinin 208. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevende dehtenlağa İbn Kesir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresinden 208. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, İslam dinine bütünle kiringlar. Yani İslam dininin bütün ahkamlarına boysununglar. Bazı ahkamlarga amel qilib, bazı ahkamlarını terk etmenglar. Şeytanın yollarına ve ihvasıga ergeşmenglar. Şeytan sizlerge hakikaten aşkarı düşmandır. Sizlerge İslam dininin haqliqini ko'rsatadigan roşan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan tiyib ketsanglar, bilinglarki sizlar jazolanasizlar. Chunki Alloh g'olibdir, ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. İslam'ı qabul qilganda hamma hükümlerini to'liq qabul qilishning zarurligi. Allah Teala bu ayette o'ziga ve Peygamber aleyhisselamga ishongan bandalarini İslam dininin hamma hükümlerini qabul qilishga, onun buyurgan narsalarının hammasiga kuchining yetishicha amal qilishiga ve to'sqan ishlarining hammasidan yenishiga buyurdi. Ey müminler, İslam dinine bütünley kiringlar. Yani İslam dininin bütün ahkamlarına boysununglar. Bazı ahkamlarına amel qilib, bazı ahkamlarını terk etmenglar. İbn Abbas Avfi bu ayetning ma'nosi haqida Mujahid, Tavus, Zahhak, Ikrima, Qatada, Suddi, İbn Zayd qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Yani İslam'a kiringlar deganlik bo'ladi. Bütünley. Bu sözün ma'nosi haqida İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Abu Aliya, Ikrima, Qatada, Rabi ibn Anas, Suddi, Muqatil, İbn Hayyan ve Zahhak qatorliqlar, yani hammasiga to'liq deganlikdir deydi. Mujahid bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Yani sizlar bütün yaxshi ishlarning hammasini qilinglar. Bo'libmi ahli kitobdan, ya'ni Yahudi va Hristiyanlardan islomga kirganlar shunda qilish lozim. İbn Abu Hatem bu oyatda ahli kitobdan islomga kirganlar ko'z tutilgan degan ko'z qarash haqida İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey ahli kitobdan islomga kirganlar, islom dinining hamma hukmlariga kiringlar deganlik bo'ladi. Chunki ular Alloh taolaga ishonish orqali islomga kirgandan keyin o'zlariga tushirilgan ba'zi hukmlarga amal qiladi. İslam diniga butunlay kiringlar, ya'ni islom dinining bütün ahkomlariga bo'ysuninglar, ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Ya'ni ey ahli kitoblar, Tavratga iymon keltiringlar, ammo hükümlerge amel qilishda Muhammedning dinining hükümlerining hammasini qabul qilib, uningdan kichikkina bir narsani ayirib qo'ymanglar. Şeytanning yo'llariga va ig'vosiga ergashmanglar. Ya'ni sizlar amal ibodat qilinglar va şeytan sizlarni buyurgan narsadan saqlaninglar. Allah Teala şeytanның kishilarni yomon ishlarga buyuradiganligi to'g'risida mundaq deydi. Şeytan
sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan Allah sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb, harom qilingan narsalarni halol deb, sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyurdi. Şeytan özünün təvələrini əhli dozaqdan bo'lishga chaqirdi. Şuna Allah Teala bu ayette mundaq deydi. Şeytan sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Sizlarga islom dinining haqliqini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan tiyib ketsanglar, bilinglarki sizlar jazolanasizlar. Ya'ni kimki islom dinining haqligiga faktlar turg'izilib bo'lgandan keyin haq din islom dinidan yuz o'rsa, cho'qim jazolanadi. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom olishdan ojiz emasdir. Ya'ni bilib qo'yinglarki, Alloh Taala intiqom olishdan ojiz kelmaydi. Uning intiqomidan hech bir kishi qochib qutula olmaydi va uning ustidan hech kim g'olib kelolmaydi. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni o'zining ishlarini hikmat bilan qilg'uchidir. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannati, bir guruh davzihi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining bitishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytarildi. Iymon etishni kechiktirmaslikka rag'batlantirish to'g'risida Alloh Taala Muhammad alayhissalomga ishonmagan kofirlarga ogohlantirish berib mundaq deydi. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannati, bir guruh davzihi bo'lib ayrilishi bilan xaloyiqning ishining bitishini kutamdi. Ondan har bir kishini uning qilgan amaliga qarab yaxshi amal qilgan bo'lsa mukofotlaydi. Agar gunoh ishlarni qilgan bo'lsa jazolaydi. Ya'ni do'zaxga kirgizadi. Shunga Alloh Taala mundaq deydi. Bandalarning hamma ishi Alloh Taolaga qaytariladi. Allah bu haqda mundaq deydi. Ey g'ofillar, buningdan yeninglar. Zimin orqa tavirtilgan chaqda Rabbing kelgan va farishtalar sap-sap bo'lib kelgan chaqda gunohkorlarning ko'rishi uchun jahannam keltirilgan chaqda shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda asliganning uningga nima foydasi bor? Bu chaqda asliganning uningga nima foydasi bo'lsin? Ular faqat o'lim farishtalarining yoki Rabbingning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Rabbingning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degan. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannati, bir guruh davzihi bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining bitishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytariladi. Abu Ja'far Rodi bu oyatning ma'nosi haqida Rabi ibn Anas radhiyallohu anhudan Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Farishtalar nefis oq bulutning parchalari ustida keladi. Alloh o'zi xohlagan narsada va xohlagan yo'sinda keladi.
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail avladıdan so'rag'in ki biz ularga ne kadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartib etsa, Allah onun azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Kafirlarga dunyo tirikchiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi. Mu'minlarni masxir qiladi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turdi. Allah xohlagan kishiga hisobsiz rizq berdi. Allah Taolaning ne'matini o'zgartirish va mu'minlarni masxir qilishning jazosi. Allah Taala İsrail avlodining Musa alayhissalom qo'lini qo'yniga tiqib chiqarsa oq bo'lib chiqirishi, qo'lini qo'yniga tiqib chiqarsa oq bo'lib chiqishi, hosisining yilonga aylanishi, hosi bilan dengizni yerishi, toshdan suv chiqarishi, qattiq issiqda ularga bulutdan soy qilib berishi va taranjibin bilan bo'dinini tushirib berishiga o'xshash Allah Taola'nın birlik barligini va yuqoridagi mo'jizalarni ko'rsatgan kishining haqiqiy payg'ambar ekanligini bildiradigan nurg'unlagan paketlarni bir necha qitim ko'rib turib, Allah Taolaga ishonishning o'rniga kafir bo'lganligini bayon qilib mundaq deydi. Kimiki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartib etsa, Allah onunga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Shuningdek Allah Taala Quraysh kafirlardanmi xabar berib mundaq dedi. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqasiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqasi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy. Allah Taala ondan dunyoning nozik ne'matlariga rozi bo'lgan, mallarni to'plab, u mallarning zakatlarini berishga ko'z tutib bergan 8 turli kishiga bermagan. Erishgan pul mallardan Allohning roziligini izlab, Allah Taolaning yo'lida yaxshi o'rinlarga sarf qilgan mu'minlarni masxir qilgan kafirlar uchun dunyoni chiroyli qilib berganligidan Şu mu'minlar yuqoriqidek yaxshi amallarni qilganlik uchun qiyomat kuni baxtlik o'rin va to'liq natija bilan g'alaba qozonib, mashhargohda kafirlardan ustun turib, eng katta darajaga erishadiganligidan, kafirlarning do'zaxning eng tuvan qatlamida bo'ladiganligidan xabar berdi. Shunga Allah Taala bandalari ustida xohlaganini qiladiganligi uchun mundaq deydi. Allah xohlagan kishiga hisobsiz rizq berdi. Ya'ni Allah bandalarining ichida xohlagan kishilarga rizq, dunyo oxiratda sanoqsiz, nurg'unlagan yaxshi ne'matlarni berdi. Bu haqda hadis qudusida mundaq deb keldi. Allah mundaq dedi: Ey odam bolasi, sen kishilarga bergin, men sana beraman. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda mundaq deydi: Ey Bilal, sen kishilarga bergin, sen arshning egisining, ya'ni Allohning kemaytib yetishidan qo'rqmagan. Allah bu haqda mundaq deydi: Allohning yo'lida bergan narsalarning o'rnini Allah to'ldirib berdi. U rizq berguchilarning yaxshisidir. İmam Buxoriyning hadis kitobida mundaq deb keldi: Shubhisizki, har kuni attiganda ikki farishta osmondan tushadi. Ondan u ikkisining biri: Ey Allah, kishilarga sadaqa qilgan kishiga mol mulkining o'rnini to'liqlab bergin deydi. Yana biri: Ey Allah, kishilarga mol mulkini sadaqa qilmay, bexillik qilgan kishining mol mulkini to'zitib etgin deydi. İmam Müslimning hadisida mundaq deb keldi: Odam bolasi mening melim deydi. Ey odam bolasi, sening melingdan yeb tugatgining, kiyib ko'niratqining, sadiq qilib Allah Taolaning hisobiga o'tkazib etganinglar sana hisobdir. Qog'ini boshqa kishilarning uchundir.
İmam Ahmed Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Dünya degan uy yo'q kishining uyi, mal mülkü yo'q kishining mal mülküdür. Dünyani aqli yo'q kishi toplaydi. İnsanlar dastlabda bir ummat, ya'ni haq dinda edi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Allah mu'minlarga jannat bilan xo'sh xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdi. Allah kishilarning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mu'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Allah o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Biladigan narsa ustida ixtiloflashishning ozg'unlikning pakiti ekanligi to'g'risida. İbn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Adem alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oralig'ida 10 asr o'tgan edi. Bu asrda yashagan kishilarning hammasi haq shariatda, ularning orasida bir kofir yo'q edi. Ondan ular shirk aqidasi paydo qilib, kofir musulmon deb bo'linishga boshladi. Shuning bilan Alloh payg'ambarlarni bishoratchi va ogohlantiruvchi qilib avatdi. İnsanlar dastlabda bir ummat, ya'ni haq dinda edi. Abdurrazzaq Muammardan bu oyatning ma'nosi haqida Qatodaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ularning hammasi to'g'ri yo'lda edi. Allah mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdi. Bölünüş paydo bo'lgandan keyin birinchi bo'lib avatilgan payg'ambar Nuh alayhissalom edi. Allah o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Abdurrazzaq Abu Hurayradan bu oyatning ma'nosi haqida payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz dunyoga eng oxirida keldik. Qiyomat kuni eng oldida kelamiz. Jannatga mu boshqalardan burun kiramiz. Lekin bizdan ilgari o'tgan kishilarga bizdan burun kitob berildi. Bizga kitob ulardan keyin berildi. Allah o'z irodasi bilan ular ixtiloflashib qolgan haqiqatga bizni boshladi. Ular bu kunda, ya'ni juma kunida ixtilof qilishib qolgan edi. Allah bizga juma kunini berdi. Musulmon emas kishilar u kunda bizga ergashguchidir. U kunning ertasi, ya'ni shanba kuni Yahudilar uchun, o'guni yakshanba xristianlar uchundir. İbn Vahib Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslamdan yuqorqi oyatning ma'nosi haqida uning otasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular juma kunida ixtiloflashib qoldi. Yahudilar shanba kunini oldi, xristianlar yakshanba kunini oldi. Allah Muhammad alayhissalomning ummatiga juma kunini berdi. Ular qibla haqida ixtiloflashib qoldi. Xristianlar kun chiqish tarafga, Yahudilar Baytul Muqaddas tarafga yuzlandi. Allah Muhammad alayhissalomning ummatini haqiqiy qibla bo'lgan Ka'baga yuzlanishga buyurdi. Ular namoz o'qishda ixtilof qilishib qoldi. Ularning ichidan namozda ruku qilsa sajda qilmaydigan, sajda qilsa ruku qilmaydigan, namozning ichida gap qiladigan va mangadiganlar bor. Allah Muhammad alayhissalomning ummatiga to'g'ri bo'lgan namoz o'qishni bildirdi. Ular ro'za tutishda ixtilof qilishib qoldi. Ularning ichida yarim kun ro'za tutadiganlar va ba'zi taomlarni yemaslik bilan ro'za tutadiganlar bor. Ya'ni muayyan bir tamoqni yemaganlik ular uchun ro'za tutganlik hisoblanadi. Allah Muhammad alayhissalomning ummatini Alloh taolaning dargohida to'g'ri bo'lgan ro'zani tutishga buyurdi. Ular İbrahim alayhissalom to'g'riliq ixtilof qilishib qoldi. Yahudilar u Yahudi edi desa, xristianlar u xristian edi dedi.
Allah İbrahim alayhissalomni to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi musulmon qilganligini bayon qildi. Ondan Allah Muhammed alayhissalomning ummatiga uning to'g'risini bildirdi. Ya'ni Muhammed alayhissalomning ummati uni to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi musulmon deb bildi. Ular İsa alayhissalom to'g'risida ixtilof qilishib qoldi. Yahudilar uni yolg'onchiga chiqarib, uning onasi, ya'ni Hazreti Maryam to'g'risida cho'ng bo'htonlarni to'qidi. Xristianlar İsa'ni iloh va Allohning bolasi deb oldi. U Allohning so'zi va ruhi bo'lishi bilan bo'lgan edi. Ya'ni Allah onunğa o'zining ruhidan pöyligan va bo'lgan, ya'ni yaratilgan degan so'zi orqali uni otsiz yaratgan edi. Ondan Allah Muhammed alayhissalomning ummatiga shu haqiqatni bildirdi. Ya'ni musulmonlar İsa'ni Yahudilardek yolg'onchimi demit, yolg'onchimi qilmadi, Xristianlardek ilohmi qilmadi. İlahmı qilib olmadi. Allah uni qandoq yaratgan bo'lsa, shundoq deb e'tiqod qildi. Allah o'z irodasi bo'yicha İbn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Allah Muhammed alayhissalomning ummatini va o'zi boshlab qo'ymoqchi bo'lgan yo'lni bilganligi uchun bandalarining ichidan Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. İmam Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kechasi namozda o'tirganda bu duoni o'qiydi. Jibril, Mikail va Isrofilning Robbi, osmon zaminni yaratquchi, yoshurun va oshkorini bilguchi, bandalari ixtilof qilishib qolgan narsaga hukm qilguvchi Robbim. İxtiloflashib qolgan narsada meni haqiqatga boshlag'aysan. Shak shubhisizki sen xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlag'uchidirsan. Tövendikisimi salaflar o'qigan duodir. Ey Robbim, bizga haqiqatni bildirib, uningga agishishni, xato ishlarni bildirib, uningdan saqlanishni nasib qilgin. U ikkisini ayri olmaydigan qilib qo'ymagin. Undaqda biz izib ketimiz. Bizni taqvodorlarga ulgu qilgin. Elhamdülillah. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 213-oyatigacha o'qidik. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.